Avvalambor assalomu alaykum azizlarimiz. Yaqinlaringizni mamnun qilish uchun albatta bir sabab bo'lishi shart emas. Bizning tabriklarim loyihasi orqali kutilmagan qo'ng'iroqlarimiz bilan yaqinlaringizni baxtiyor etishingiz mumkin. Bugun ham shunday kutilmagan qo'ng'iroqlar egasiga baxtli qo'ng'iroq qilishni boshlaymiz. Alo, assalomu alaykum. Masruxona opajonim, salomatmisiz? Rahmat, to'g'ri. Sizni tabriklarim loyihasidan bezovta qilyapmiz. Ismim Madina. Sizni ro'za Ramazon ayyomi hamda xalqaro xotin-qizlar bayrami munosabati bilan yaqin qarindoshlaringiz, yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz, farzandlaringiz va barcha yaqinlaringiz nomidan jiyaningiz Shohruxbek akamiz siz uchun chiroyli dil izhorlarini yetkazib qo'yishimizni iltimos qilganlar. Rahmat, jonlar sog' bo'lsin. Rahmat. Boshlaylikmi opajon? Boshlang, mana o'tirib. Avvalambor assalomu alaykum xolajonim. Kuni muborak ro'za Ramazon oyi hamda xalqaro xotin-qizlar bayrami munosabati bilan sizni chin qalbimdan tabriklayman. Doimo sog' salomat bo'ling. Allohim umringizni uzoq, rizqingizni ulug', martabangizni esa bundan-da baland qilsin. Doimo go'zal yuzingizdan kulgu tabassum arimasin. Nimaiki yaxshi niyatlar, yaxshi orzular qilgan bo'lsangiz, barchasiga yetishib yuring. Inshaalloh Allohimning baytlariga birgalashib borishliklar, hojona, hojotalar bo'lib yurishliklar nasib qilsin. Qo'shaloq bayramingiz Ramazon sharif oyi ham muborak bo'lsin. Aziz boshingiz omon bo'lsin. Ushbu oyda Allohim sizni yaxshiliklar ila sevintirsin. Qalbingiz tubidagi orzu, maqsadlaringizni amalga oshirib, duolaringizning ijobatini ko'rsatsin. Allohim qalbingizga mehr, muruvvat chiroqlarini yoqib, tutayotgan ro'zalaringizni, bajarayotgan savobli amallaringizni Allohim dargohida qabul qilsin. Siz uchun rayyon eshiklarini kengroq ochib, gunohlaringizni mag'firat qilib, ikki dunyo saodatiga erishtirsin. Ilohim, dunyodagi eng baxtli ayol bo'lib yuring. Go'zal yuzingizdan kulgu tabassum arimasin. Sog' salomat bo'ling, hech ham xasta bo'lmang. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Azizlarim, mehribonlarim, do'stu yoron, qadrdonlarim, joningizga kuyar jonlarim. O'zingizni ehtiyot qiling. O'ng tomonda joylashsa yurak, bo'lmasmidi shunchalar hurkak. Chiqsa chiqar guruchdan kurmak. O'zingizni ehtiyot qiling. G'am kelganda kuyunib ketmang. Baxt kelganda suyunib ketmang. Sokin yashang, osuda yashang, o'zingizni ehtiyot qiling. Yana bir bora xolajonim, qo'shaloq bayramlaringiz muborak bo'lsin. Xotin-qizlar bayrami hamda ro'za Ramazon ayyomi yana bir bora muborak bo'lsin. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Sog' salomat bo'ling deya jiyaningiz Shohruxbek akamiz tabriklarini yakunlagan. Sog' bo'lsin qizim, rahmat. Ilohim ishlaringizni rivojini bersin, quvvat bersin. Hamisha ishlaringizni omadini bersin, ilohim o'zi qo'llasin Alloh. Rahmat qizim. Rahmat, hozir gaplashdim Shohruxxon bilan. Aytdim, rahmat, joningiz sog' bo'lsin, rahmat. Bo'pti qizim. Keyin tortib beraman. Rahmat, sog' bo'ling.